Hayvonni fiziologik holatidan patologik holatga o'tish. Hammada o'ziga yarasha vodiyda bo'lak iqlim, vohada bo'lak iqlim, boshqa davlatlarda, chet davlatlarda boshqa iqlim. Birinchi navbatda ivermektin tarkibli dori preparatlaridan qo'llanadi. 1 oylik, 3 oylik va 5 oylik ushlab turuvchi tanasida 100% parazitlari bor, dorilarni qildik, ivermektinlarni qildik. Men misol uchun deylik, yozda mol oldim va molimni qanday parvarish qilishim kerak? Bitta yangilik, bitta kasallik yoki bitta o'zgarish. Davolash emas, uni oldini olgan afzal. Aka, sezdinglarmi, oxirgi paytlar juda ham ko'p mollarimizda kasal bo'lyapti. Ularni biz faqatgina davolayapmiz. Antibiotiklarni qilamiz, unisini, bunisini veterinar vrach chaqirtirib bezori qilamiz. Endi sizlarga bu videoni ko'rsatishimizdan maqsad mollarimizni asl sababi, kasal bo'lishini sababi nimadan kelib chiqayotganini barchasini bilib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Meni ismim Muhammad Ahmedov va bugungi videomizda aynan siz uchun bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta bir donagina like hamda kanalimizning mehmoni bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hozirgi paytda bilim darajasi yuqori bo'lgan, lekin malakasi pastroq bo'lgan veterinar vrachni ko'rishimiz mumkin va teskarisi. Lekin biz sizlarga Andijondamiz va ko'rib turgan akamizni esa ham bilim darajalari, ham malakalari juda ham yuqori bo'lgan veterinar vrach oldiga keldik. Sizga katta rahmat bizga vaqt ajratganingiz uchun aka. Rahmat sizlarga ham tashriflar uchun. Sog' bo'ling. Endi Xudo xolisa bizni qilayotgan ishimiz, Xudo xolisa bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladi va Xudo xolisa xalqimizga foyda istaydi. Xudo xolisa. O'zingizni bir tanishtirsangiz? O'zim ismim G'ayratbek, familiyam Mannobov. Marhamat tumanidan yashayman va Andijon viloyati va faqat Andijon, balki butun vodiy bo'ylab vizitlarda qabul qilamiz hamda vodiy bo'ylab xalqqa yordam berish uchun doim aloqadamiz. Xo'p, aka, juda ko'p dolzarb muammolardan biri bu mollarimizning ko'p kasali bo'lishi, lekin ularni o'zi asl sababi nimadan kelib chiqayotganini biz shunga ozgina oydinlik kiritsak degan edik. Mana Muhammad aka, mana biz hozirda juda ko'p chorva ishqibozlari hamda chorvador akalarimiz va chorvachilikni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlab turgan rahbarlar ham bu videomizni kuzatib borishadi degan umiddaman. Xudo xolisa. Endi bu yerda kasalliklar kelib chiqishi o'zi nima? Kasallik o'zi nima? Hayvonni fiziologik holatidan patologik holatga o'tishi. Endi hayvon mana ko'rishingiz mumkin, to'laqonlik ratsionli ozuqalar bilan oziqlangan holatda hayvonda ya'ni hech qanday muammo bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Chunki bu kasalliklarni birinchi navbatda davolash emas, uni oldini olgan afzal. To'g'ri. Bunda turish joylari, saqlanish sharoiti va to'laqonlik ratsionli ozuqa. Endi bu tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bizni vodiy bo'yicha iqlimimiz hammada o'ziga yarasha vodiyda bo'lak iqlim, vohada bo'lak iqlim, boshqa davlatlarda, chet davlatlarda boshqa iqlim. To'g'ri. Mana endi bu zotlarimiz, semental zotlari bilsangiz 7 yil, 8 yil nari berisidagi holatlar, adashmayotgan bo'lsam, tuyoq kasalligida nihoyatda juda katta bir muammoga uchraganmiz. Va shuni mana yechimi topildi. Mana bu zotni aytadigan bo'lsangiz, hech kim muammosiz tushunadi va qo'rquvsiz buni boqishga turib yetadi. Nimaga? Kasalliklar bartaraf qilindi. Birinchi navbatda iqlim sharoitiga moslashtirildi va o'zingiz ko'rib turganingizdek, hamma yoqqa ozgina vaqtlar bilan erishiladi. Vaqt sarfi bilan erishiladi. Endi bu yerda aytiladigan kasalliklarimiz hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan kasalliklar hayvonlarda mahsulotlarini keskin tushib ketishi. Sut yo'nalishimi, go'sht yo'nalishimi, sut yo'nalishida sutni kam berishi, go'sht yo'nalishiga bo'ladigan bo'lsa aytilgan privesni bermasligi va eng samimiy katta global muammo bu chorvachilikda yiliga bittadan bola bermaydigan bo'lsa, hayvonni ushlashdan foyda yo'q. To'g'ri. Sababi bu o'z-o'zidan iqtisodiy ziyoni katta bo'lib ketadi. Endi bularda boladan kech qolib ketishi yoki bolani vaqtida berish uchun to'laqonlik ratsion tuzib berishimiz mumkin. Ayrim hollarda shu narsalar kimda bor, kimda yo'q. Katta komplekslarda sharoit qilib olib berish mumkin, lekin aholining ichida unday sharoitlar kam uchraydi. Sababi 2 ta yoki 4 ta, 10 tagacha hayvon qilishi mumkin. Aynan bular uchun keltirilgan mahsulotlarni toshib kelish, olib kelish bu
iqtisodiy tomondan ham to'g'ri kelmaydi. Ozgina to'g'ri kelmaydi. Endi bu kasalliklarni o'zi kelib chiqishi asosiy sababi ratsionni buzilishi, to'laqonli ozuqa bilan ta'minlanmasligi, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishiga taqaladi. Bunda asosiy rolni o'ynaydigan narsalar makro va mikroelementlarimiz bo'ladi. Makro va mikroelementlar to'laqonli yetishi bilan endi deylik ratsionni to'liq shakllantirib qo'ydikda, lekin hayvonni organizmi o'sha narsani talab qabul qilib to'qimalargacha yetkazib bora olmaydi. Ma'lumki, mana qonda tashuvchi eritrotsitlar bu jarayonda butun tana organizm bo'ylab transport vazifasini bajaradi va bu kislorod yetishmagan moddalarni tashib beradi. Endi yana bir modda borki, bu oqsil. Hayvon organizmi, inson organizmi barchasini 50% dan ziyod desak ham yanglishmaymiz. Bu yoshga, jinsiga, turiga ham bog'liq. Shu oqsil yetishmasligining hisobiga ham bu kasalliklar uchrashi mumkin. Endi oqsilning vazifasini aytib o'tadigan bo'lsak, tana bo'ylab suyuqliklarni, to'qimalarni ich-ichiga, tubiga tashish. Ya'ni hozir bu yerda aytib o'tdim, kasal bo'lgandan ko'ra oldini olgan ma'qul. To'g'ri. Endi ko'pchilikda bir kasallikni boladan kech qolib ketishi endometrit va shunga o'xshash bachadon bilan bog'liq bo'lgan muammolar yoki organizmda yetishmagan moddalar bilan bog'liq bo'lgan muammolar hozirgi kunda aynan juda ko'p uchrayapti. Endi bularni yechimini qilish mumkin. Bularning yechimi to'laqonli ratsion yoki sun'iy ravishda ishlab chiqarilgan dori-darmon preparatlari. Dori-darmon baribir ishlatishimiz kerak bo'lyapti. Imkon boricha endi chorvachilikda bu mahsulotlarni, misol oziq, go'sht va sut mahsulotlarini aholiga tanovul qilish uchun ishlatiladi. Imkon boricha dori preparatlaridan qochgan ma'qul deyishimiz mumkin, lekin hozirgi bizning iqlimimiz, sharoitimiz shuni taqozo qilyapti. Dori preparatlarini qo'llamasdan bir sarmoyaga erishish ozgina muammoga aylanadi. Qiyinroq bo'lib qoladi. Albatta. Endi bunda o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, agarda siz molingizga to'laqonli ratsionda ozuqa beradigan bo'lsangiz, sizni karvoningiz ko'tarmay qolishi mumkin. Chunki hammani sharoiti har xil bo'lgani hisobi bilan siz yetarlicha mikro va makroelementlarni yetkazib bera olmasligingiz mumkin. Va shundan kelib chiqamizki, biz mana doktor akamizning aytishlari bo'yicha baribir dori qilishimizga to'g'ri kelyapti. Shunday, Muhammadjon, hozir bu yerda shunaqa holat asosan uchraydigan kasallik haqida gapiramiz. Asosiy uchraydigan kasalliklar bu yerda endi mavsumiy hisoblaydigan bo'lsak, yoz. Bahorning oxirida turibmiz, yoz mavsumiga o'tadigan bo'lsak, qon parazitlar kasalligi nihoyatda ko'p uchraydi. Bunda ham qon parazitlari kasalligi juda ko'p uchraganda organizmi slaviy bo'lgan hayvonlarda oyoqqa turishi yoki tuzalishi umuman olib qaraganda kasallikka chalinishi nihoyatda tez bo'ladi. Endi bu kasalliklarni oldini olish, yana yuzlanamiz, emlatkilar, majburiy emlatkilar yoki dori preparatlarini qo'llash va to'laqonli ozuqa va saqlash sharoitini yaxshilash bilan bu narsadan biz to'qnashmasdan o'tib ketishimiz mumkin bu kasalliklardan. Tushundim. Parazitlarga qarshi dorilarni bir sanab o'tsangiz yoki ularga bir yechimlarni aytib o'tib ketsangiz. Ha, bu to'g'ri aytdingiz. Birinchi navbatda ivermektin tarkibli dori preparatlaridan qo'llanadi. Turli xil dori vositalari nomlari har xil holatda kelyapti. Hozirgi kunda aynan yaxshi ishlayib turgan dori vositasidan qo'llanilaveradi. Buni nomini aytmayman, chunki hamma joyda o'ziga yarasha haligi mashhur bo'lgan nomlari bor. Endi bularni qo'llash tarkibi shundan iborat bo'ladiki, bir marta teri ostiga inyeksiya qilinadi. Ivermektin sostavli. Ivermektin sostavli. Va ikkinchi holati takroriy bo'ladi. Bu bir haftadan keyin yoki orada 5 kun o'tishi kerak. Va imkon boricha hayvonni salqin sharoitda spermetrin tarkibli bo'lgan dori vositalari bilan cho'miltirish juda bir afzal. Birinchi navbatdan hayvonni tana ham nafas oladi. Tanasidagi kirlar, mog'orlar chiqib ketadi, tana yayraydi, nafas olish boshlaydi, parazitlar chiqib ketadi. Endi parazitlik qilmasdan hayvon sog'lom hayotga kelgandan keyin, ana undan keyin bularga butachen yoki poliamidin, to'shto qon parazitlari kasalliklarning oldini olish maqsadida 1 oylik, 3 oylik va 5 oylik ushlab turuvchi dori preparatlarini jo'natishimiz mumkin. Va undan keyin mahsuldorlikni oshirishga vitaminlar, oqsillar
etap hayvonni birinchi navbatda ichki va tashqi parazitlari rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. Chunki ming dori darmoningizni, preparatlaringizni hosil qilasizmi, vitamin qilasizmi, mineral qilasizmi, bu agar ichkarida parazitlik qilib turib organizmga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, bu dorilarda hech qanday foydasini ko'rmaydi. Effekt bo'ladi, lekin foydasi ko'rinmaydi. Endi tasavvur qiling, siz bu yoqda qopni olib kelib yuk ortyapsiz-da, u yoqda tag teshik. Qopni olib kelib yuk ortyapsiz, tag teshik. Bu telega to'lmaydi. Shunaqa hisobi bo'ladi. Etap-etap holatda bularni davolash kerak. Davolash emas, profilaktik chorasini o'tkazadi, mahsuldorlik oshib boradi. Xudo xolasa. Ya'ni bitta savolim bor edi. Menimcha ko'pchilikga qiziq bo'ladi bu savol. Yoz oyida mollarimizni, misol uchun biz ichki tashqi parazitlik ukolarini qilamiz. Oddiy misol, ivermektin tarkibli bitganlarimizga qarshi qildik. Buni o'rniga mollarimizni cho'miltirsak foyda bo'ladimi, yo'qmi? Xo'p, yaxshi, asosli savol. Bitta narsa bor-da, qonni ichida parazitlik qilayotgan organizmlarni tashqi tomondan olib bo'lmaydi. Nimaga men bu narsani aytdim? Ham inyeksiya yo'li bilan, ham tashqi tomondan imkoni bo'lsa, oralni, ya'ni og'iz orqali dori jo'natish bilan butunlay organizmni parazitlardan tozalash kerak. Tushundim. Yana bitta oxirgi savolim aynan parazitlik masalasi bo'yicha. Deylik, tanasida 100% parazitlari bor, dorilarni qildik, ivermektinlarni qildik. Polniy profilaktikada necha foizgacha ta'sir qiladi va necha foizgacha parazitlari tushadi? Xo'p, buni etap-etap qilib boriladigan bo'lsa, bu 5 etapdan iborat hisoblanadi. 5 etapdan. 5 etapdan. Chunki chorva hayvoni shunday, endi hayvon sifatida ko'ramiz-da bular, biz maqsad. Lekin bu ham tirik organizm. Albatta, albatta. Mana hozir aytib o'tganimdek, bir haftadan o'tgandan keyin takroriysi bo'ladi va emlovlar bo'ladi qon parazitlariga qarshi va undan keyin 1 oyda yoki 15 kunda bir marotaba yana o'sha ivermektin sostavli tarkibli dorilardan qo'llaniladi va bu bilan birga vitaminlar ham birato'la qo'llanib ketiladi. Vitamin va oqsillar qo'llanib ketadi. Chunki ikkalasini действияsi teng ahamiyatga ega. Chunki bu tomondan bu parazitlarni o'ldiryapti, parazitlar o'lgan holatda o'zidan toksin ajratib chiqaradi. Toksin ajratib chiqargan holatda organizmni zaharlaydi. Organizm zaharlangandan keyin bu qonga so'rilib boradi. Qondan butun tana bo'ylab bosh miya sohalari, ya'ni markaziy nerv sistemalarini bloklaydi. Hayvonda depressiya, stress holatlari olib kelishi mumkin. Shuning uchun birgalikda qo'llansa, bu yaxshi natija ko'rsatib kelmoqda shu kunlarda. Gap yo'q aka. 5 ta повториz demak, shunda 5 oyga cho'ziladimi shunda? Yo, 3 oy, 2 oy, 4 oy holatda bo'ladi. Endi bu hayvonda qaysi hududda saqlanishiga bog'liq. Qaysi hududda va qaysi joylarda saqlanishiga bog'liq. Agar tashqi zagonda bo'lsa, boshqacha, ichkarida, molxonada bo'lsa, boshqacha. Albatta. Endi tashqi zagonda bo'ladigan bo'lsa, bularda yurish o'zini motsioni bo'ladi. Albatta. Yurishiga qandaydir bir o'zi kelayotgan parazitlarga, ya'ni bilamizki, ma'lumki, parazitlar bularga ko'proq holatda shu pashsha, kana, so'na orqali yetib keladi. Albatta. Kam holatlarda ozuqa bilan ham keladi. To'g'ri. Endi bir joyda boqilayotgan hayvonlarda tozalikka birinchi navbatda e'tibor beriladi va etap-etap dori-darmonlar qo'llab borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsad chorvachilikda bu yerda chorva ushlashdan maqsad nima? Maqsad birinchi navbatda iqtisodiy tomoni, daromad qilish hamda eng oliy bir sanalgan nimamiz aholiga go'sht va sut mahsulotlarini yaxshi sifatli holatda ta'minlab berish. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Va menimcha yakunimizga bir chiroyli savol bilan yakunlaganimiz yaxshi. Bulardan chiroyli javob olamiz, xudo xolasa. Aka, siz ham doktor, ham malakasi yuqori bo'lgan inson shaxs sifatida bir maslahat bersangiz. Men misol uchun deylik, yozda mol oldim va molimni qanday parvarish qilishim kerak? Xo'p, dastlabki holat, agar bozor sharoitidan kelgan bo'lsa, alohida holatda karantinda ushaladi, bir hafta 10 kun muddatda. Bu o'zgarishlar
keldi darruvda dori darmon qilib bo'lmaydi. Chunki bizdan oldingi yoki sizdan oldingi hayvonni egasida qanday profilaktik choralar yoki davolashlarni olib borgan yoki qanaqa ozuqa bilan oziqlanayotganini siz ham men ham bilmaymiz. Albatta. Bir qator mana iqlim o'zgargandan keyin hayvon o'zini holatini tiklab oladi. Unga ko'p vaqt kerak emas. Bir hafta 10 kunning ichida hayvon o'zini holatini aytadi. To'ppa-to'g'ri. Hayvon bilan agar bu tilsiz, zubonsiz deymiz, lekin yaxshilab bunga mehr qiladigan bo'lsangiz, hayvon gapiradi. Albatta. Nima kerakligini shunday endi rost chorva qilyapsizmi? Mahsulotingiz, foydangiz, daromadingiz hamda ziyoningiz shundan bo'lgandan keyin bunga e'tiborni yaxshiroq qaratgan ma'qul. To'g'ri. Bu ham bitta biznesda. Bu ham bitta biznes. O'zingizni do'koningizga agar siz mehr bermasangiz, ertalab supurmasangiz, albatta chaylarni artmasangiz, tovarlaringizni to'ldirib qo'ymasangiz, suvdingiz shu bilan tushib ketadi va do'koningiz bankrotga uchraydi. Mol ham xuddi shu narsa. Agarda molingizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta bu sizga ertaga katta rahmatini aytadi. Bir hafta ichida endi hayvon holati deylik sog'lom, hech qanday bir o'zgarishlar yo'q. Ishtahada muammosi yo'q. Albatta birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlarda bir ishtahalarida muammo bo'ladi. Buni sababi yana ozuqaga taqalamiz. Birinchi navbatda ozuqa, ikkinchi navbatda stress, uchinchi navbatda iqlim o'zgarishi. 3 kun, 4 kun. Nimaga men 3 kun emas, bir hafta yoki 10 kunda aytib o'tyapman. Sababi 3 kunda hayvon o'zi joyiga kelib, joylashib, har qanday stressdan chiqib ketadi va bir hafta 10 kun mobaynida siz kuzatib borasizda qaysi nima yetishmasligini o'zi bilib borasiz. Mineral moddalar yetishmasligi, buni alomatlari bor. Devor yalab qo'yishi yoki boshqa doimiy yalanishlar, bu parazitlarning hisobiga yoki hayvonda qandaydir nimagadir bo'lgan ishtiyoqi bo'ladi. Buni o'rnini qoplash uchun tuz yoki betonlarda yalab tashlashi mumkin. Shunaqa holatlarda ko'rib, endi buni ko'rgan holatda kerakli dorilar, dori-darmonlarni yoki premikslar bor, ozuqaga qo'shimcha qo'shib beradigan ozuqalar bor. Shularda bergan afzal. Endi birdaniga hozir aytib o'tganimdek, boya yana buni takrorlab o'tmayman. Qon parazitlariga va tashqi parazitlar, ichki parazitlariga muolaja qilinadi va undan keyingi etaplarda barato'la vitaminlar, oqsillar bularni olib chiqadi. Oqsil deganda qaysi oqsilni nazarda tutyapsiz aka? Xo'p, oqsillarda ko'p holatlarda turli xil nomlari bor, lekin hozirgi kunda ishlab kelayotgan oqsillarimizni aytishimiz mumkin. Mana Miostage kompaniyasidan chiqarilgan oqsillar. Bularda ham rezultat juda yuqori. Eng asosiysi bu tanadan tez chiqib ketadi. Albatta. Hech qanday gormonal xususiyatga ega emas. Buni tarkibini biz o'rganib chiqib ulgurmadik. Sababi endi buni ishlab chiqaruvchilar mana o'zingizlarda shu kompaniya orqali ishlaysizlar. Buni tarkibi agar aniq bo'ladigan bo'lsa, unda avtorlik huquqi ketadi. Yo'q, tarkibi-ku aniq. Ha, shuni aytaman-da. Ikkita komponent bor, o'sha narsa aytilmaydi. Lekin to'liq tarkibi aniq preparatimiz. Mana ekranda mana shu tarafida chiqib keldi. Miostage preparati bu tabiiy oqsil, halol sertifikatiga ega, bemalol foydalansangiz molingiz semiradi, o'sadi. Agarda sut yo'nalishli bo'lsa, sutingiz ko'payadi. Sizniki emas, molingizniki. Endi boshqa bir oqsillar ham bor. Oqsillardan endi aholimizda, xalqimizda shunday narsa bor. Birinchi navbatda iqtisodiy tomonini o'ylaymiz. Albatta. Iqtisodiy tomoni, samarali tomoni. Boshqa oqsillardan ham foydalansa bo'ladi, lekin hozirgi kundagi effekt berayotgani shu men aytganim tarkibini o'rgana olmadik deganim sababi boshqa preparatlarga qo'shimcha ravishda qo'llab ham ko'rdik. Endi bizda haligi bunday qilayotganda izlanishdan charchagan odam yoki izlanishdan to'xtagan odam hayot to'xtab qoladi. Bitta yangilik, bitta kasallik yoki bitta o'zgarish. Shu narsaga intilib boramiz. Yaxshi, lekin nima qo'shimchasi qo'shilishi bizga noma'lum bo'lgan taqdirda ham, lekin effekti yaxshi bo'lyapti. Ko'z tegmasmi? Endi effektini xudo xolisi yana ham kuchli bo'lgan preparatni, aynan Miostani hozir nazarda tutyapmiz. Siz qo'llab ko'ring, o'zingiz ham ko'rasiz. Va hozirda men sizlar bilan bir maslahatlashdik va akamiz Bezak aka bilan bir aloqaga chiqdik. Bizda hozirgi kunda Rossiya tajribasini oshirib kelganimizda ko'proq holatlarda mayda shoxli hayvonlar, ya'ni it, mushuk va shunga o'xshash ekzotik hayvonlarni men so'radim. Bunga ham preparat bormi? Semirishiga, o'sishiga va organizmning holatini yaxshilashga.
tez kunda yangilik qilaman deyapti, albatta. Ekran Umid qilamiz. qarshisida turibsiz, xudo xolisa, shaxsan men Muhammad Ahmedov sizlarga va'da beramanki, tez kunlarda mushuklarga, kuchuklarga va mayda-mayda hayvonlarimizga juda ajoyib yangilik chiqib kelyapti. Xudo xolisa, albatta bizni kuzatishni davom eting. Hamda sizga ham va'da beraman, xudo xolisa. Juda ozgina qoldi. Juda ozgina. Shunga xudo xolisa bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman va kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Endi yana bitta maymunlarga ham qo'llasa bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Bemalol. Shu narsalar bizda hozir zooparklar va sirklar juda ko'p bizda haligi ishimizda, praktikamizda juda ko'p uchraydi va bunga yechim, faqat yechim so'raladi-da. Endi bitta narsa biz mana reklamalarda ko'rib boryapmiz. Faqat mana endi asosiy bizni sut va go'sht mahsulotlarini yo'naltirganligimiz uchun ko'proq chorvalarda bu syomkalarimiz o'tib boryapti. Xudo xolasa o'sha preparatlar tez kunlarda chiqib, biz tajribadan o'tkazib va qay darajada effekt berayotganini bilsak, o'shalar bilan ham yanada ham qiziqroq bo'lardi. Chunki maqsad nima? Maqsad ozgina bo'lsa ham bu chorvachilikni umumiy olib qaraganda hayvonot olamiga bizni beg'araz yordamimiz bo'ladi-da. Albatta. Birinchi bu o'z-o'zidan bir qo'lda ish yo'q, ikki qo'lda qarsa chiqadi. Ishlab chiqarishi va ishlatuvchi. To'g'ri. Ishlab chiqaruvchi kim? Ishlab chiqaruvchi shu kompaniyalar, zavodlar, dori ishlab chiqaradigan korxonalar. Endi ishlatuvchi kim? Birinchi navbatda biz veterinar mutaxassislar buni sinovdan o'tkazib, qay darajada bu foydali yoki ziyonligini aytib beradigan bo'lsak, bizni tavsiyamiz bilan bu ommalashib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Xudo xolasa videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan G'ayrat akamizni, veterinar vrachimizni, albatta ularni kuzatishni davom eting. Agarda videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar va keyingi mavzuyimiz haqida yozib qoldirsanglar, ushbu mavzuni sizlarga ko'rsatib chiqaramiz.